Nimelerge könmeydi insan, yüreğide yansa muhabbet. Baxtimizde sözleydi aman, qara cinim biz düşken süret. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Düşündürme hiç kimge gülüm, benim üçün yalgan dilim. Bu takdirimin sınaklarıdan Tanrı teyli bergin kulumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. İkimizning tanışıdığanlığını Polat bilgen bo'lsa pek yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydi. Nemishga? Bo'lmaydi sana. Biz erkishlar biraz shaxsiyatchi kelamiz. Bo'libmi er ayollik munosabati shunday. Bunda ishlar mening beshimdan jiq o'tgan. Biz ikkinlar ayrilib turgan vaqtda tanishib qoldik. Polat sizning fazilatlik, sadoqatman ayol ekanligingizga ishongan taqdirda ko'ngliga gumon, shak tushmaydi degan olmaydi sana. Yo'q Murat. Polat mendan gumonlanmaydi. Chunki mening uni qanchalik yaxshi ko'rganligimni u biladi. Ayting, bu qatim Polat bilan hamkorlashmoqchi bo'lganingizda nima maqsad borligini bilgimba. Siz Urumchiga yenib kelgandan keyin qaytib bormadingiz.
Sizga telefon qilay desam, epsiz ko'ydi. Bevosita izlay desam, sizga avarchilik deb bermaydi. Keyin shirkatingizdagilardan o'zingizning yurtida bir maktab silish orzuyingizning borligini bilib, sizga yordam qilgim keldi. So'nglashqa bir tunishim orqali Po'lat bilan tanishib, uning bilan hamkorlashishni to'g'ri topdi. Xotirjam bo'linglar, men sizga avarchilik deb bermayman. Faqat sizga yordam qilishni o'ylayman. Sizga ishonaman, Murat. Ham sizni cho'nqur hurmatlayman. Shuning uchunmi barliq yurak so'zlarimni sizga aytdim. Sizni do'stim, sirdishim, hatto qarindishim o'rnida ko'rib keldim. Sizning aql farosatingizdan, tajribalaringizdan foydalanib, shirkatimda yuz bergan nurg'un murakkab masalalarni yaxshi bir taraf qilib oldim. Rost gapni qilganda, sodda jihatdanmi sizdan nurg'un bilimlarni o'rgandim. Buning uchun men sizdan ko'p minnatdor, Murat. Bundaq deyish ketmaydi sana. Bundaq deyishingizda boshqa sabab bormi qandaq? Gaplaringiz boshqacha turdi. Savdo qilayotgan ba'zi ayollar meni xato tushunib, orqamdan asraq pishaq tushakka bilan tarqitib yuribdi. Buningga qarorat chaqliq. O gaplarga harkisni pisand qilmayman. Lekin bu gap so'zlar Po'latning qo'liga yetib qolishdan burun bu ahvolni men uning tafsili tushuntirishim kerak, Murat. Bo'lmaydi sana. Qat'iy bo'lmaydi. Bu vaqt Po'latga yana tushundirsangiz, u jazman xato tushundi. Ikkimizning oralig'ida tushuntirishga amalsiz qolgandek hech qanday bir munosabat yo'q. Dastlabda men ayolimga bo'lgan sig'inish hissiyotimni tasalli etish uchun siz bilan yaqinlashganligim rost. Lekin siz bilan sirdish jarayonida sizning fazilatlik, sadoqatman ayol ekanligingizni bilib, sizga hurmatim texim oshdi. Lekin xotirjam, vaqtning o'tishi bilan hamma ish oydinlashdi. Siz hech qanday ko'ngilsizlik deb bermayman. Rahmat. Murat, men sizga bir gapni shunchalik degim bor, biroq qanday bo'larkin deb deyolmayapman. Davram. Ayolingiz olamdan o'tganmi, 2 yildan eshibdi, Murat. Buningdan keyin davomli mushundoq yuravermaydigansiz. Vaqtida turmushlik bo'lib olsangiz, mayli yaxshi bo'ladi. Bo'lsa, o'ylashib ko'ring. Ko'nglingizga rahmat sana. Men chuqur o'ylashim. minut vaqtingizni olsam bo'ladi. Bo'ldi. Qiz bola deganda ozroq aql olmasa bekor ekan juma. Bu nima deganingiz? Nima deganim bo'ladi? Sizga o'xshash pulni ko'rsa, aqlini unutadigan qizlarni da'vat emas. Kim sizga meni pulga amroq deydi? Meni anglamadi edamsiz. Gapingizni tushunamdim. To'g'ri. Hozir mening to'g'ri gaplarimmi sizning quloqingizga xato olmadi. Shuhrat. Gapingiz bo'lsa, inoqlidan tepishmoq etmang. Men buni sizni xeli vijdonli, aqlli qiz deb biladim. Lekin bo'ldilar.
Hem de deyişkenin en paylısı. Men aldığınızda vicdanım xilap bir iş qilmagandim ha. Siz meni namorat ko'rdingiz shundaqmi? Siz haqiqiy boyliqning nima ekanligini bilamsiz. Talabingizni rad qilgan bir qizni vijdonsiz, aqlsiz sizning to'g'ri bilan bu Shuhrat. Siz Osimni rostla yaxshi ko'ramsiz. Yo'q. Siz faqat o'zingizni aldayapsiz Arzgu. Siz ota-onangizni rozi qilish uchun toshda tayoq tangmoqchi bo'lyapsiz. Deganim xato emas-ku. Men ko'nglimda nima o'ylayotganimni faqat o'zimla bilman. Men siz o'ylagandek unchalik aqlsiz qiz emas Shuhrat. Men o'z yo'lim tanlab manga olayman, mening ishlarimga aralashma. Qandaq yo'lni tanlash, qandaq yo'lda mengish u o'zingizning ishi Arzgu. Mening sizni majburlash huquqim yo'q. Faqat kunlarning birida pushaymon qilib hasrat chekib qolmasangiz bo'ladi. Unda azoblarman kunib ketgan. Peşim kelganini ko'raman. Sodiq Azzaqqa o'xshash bosatchilarning tepaga ovorchiligimi yetadi sizga? Butun dunyodagi kazoblarning hammasi mang'ilib uchrab emas. Sizin keyincha ko'ngilsizlik uchrab qolishingizni xohlamayman Arzgu. Sizning peshonangizga putgan bir asbada Shuhrat. Şu an meni ayıbga buyurmasligingizni so'rayman. Kimni tanlash va har kimning o'z ixtiyoriga ish Arzgu. Sizning menda ayb so'rashingizning hojati yo'q. Men faqat sizning baxtsizlik uchun moyit deb ansirayman shu. Rahmat sizga Shuhrat. koş. 这个召唤是鼓励下体做的吧？特别好吃啊！ Alыңыздар. Ay mына мәнті de оқшаған оқшайды. Doğru. Bu tabakka bizim öydekiler istemez mi? Kızımız bilirsiniz. Мен anca yüreğimde жатыңыз палау басқанды. Yörekan pek okşudu Peter Mantini. Осы Зөһрә екеуіңіз Илдарды İlhamнан артық жақсы көріп бағып едіңіздер ғой. Бірақ оны Айтанның туғанын естігенде өз құлағым өзім сенбей қалдым. Qaysı atana öz perzentini seni biz beqavagan toq diyalisin deysiz hoştan. Eldar bu qitim maşın vaqasiga yo'liqmagan bo'lsa, sanımız Aytanmı bunu aşkarlamagan bo'lardi. 对一个母亲来说，这个秘密埋藏在心里20多年，真不容易呀。 Şunu demem siz. Ayten sanımız faziletli, kayser, çilamlık ayol ki. Eldar çoğulup, toy qilib farzandlik bo'lgandan keyin bakmi xo'sh bo'lgandi. Hay. O balaga ko'z tekkandekli bir ish bo'ldi. 孩子家里不会发生什么不愉快的事情了吧？ Allah kichiklik qilib bir-birisidan gumonlanib yuribdi. 年轻人看待问题啊，都很表面化。 Tamam. Bal емес pе balı. Bugün şundaq çıraylı qop ketipsiz Ayten. Kiyimleriniz şundaq yarışıptı. Rahmet sanam. Şunsi bir xil chetilishyotiman qo'l. Uy, qarama sizni. Xuddi kichik qizlarda ko'zlarimiz qizirib ketdi bu. Eliq men biladigan Qaysar Ayten bugün yo'q-ku. Qani tamkin bo'ling. Sizdan gap yoshirmayman sanam. Yana bir qitim muhabbat qaynamaga tushdim. Qo'rqaman. Yaxshimsizlar. Kechir olmasa qotib qo'yibdilar. Kela o'tirib. Yo'lda mashina to'sib qilib. Kechikib qoldi. Sat bo'ldi. Yo'q, hech qisi yo'q. Dal vaqtida keldingiz. Bizma taxi ilali kep o'tag'andik. Shundaqmi? Qani tanishib qalinglar. Bu yoq mening eng yaqin do'stim Ayten xonim bo'ladi. Yaxshimsiz. Bu yoq
Murat efendim buludu Ayten. Murat, ben Ayten doğruluk sizge sözlep bergen qoy deymen. Ha, yadımda bu. Sen hem sizden köp tərifinizi qıp bergen. Şundaq mı? Mening tərifləydigan niməm бар deysizlər. Ben bir çapakaş ayal. Şunlaşqa qirib ketdim. Oy bu nima deganingіз? Herkes ondaq deyməm. Ondaqda sizga japa yarışır ekan-da. Taqansiri yashirib, shundaq chiroyli qolib ketdingiz Ayten. Qirib ketdim degan gapni herkes qilib Şundaq, adamның her bir yaş qoramının özüge tüşlük güzelliği var emasmi? Sen hem etqanga o'xshashlam hem yaş, hem chiroyli ekansiz. Rahmet Murat efendim. Rahmet maqtığınızga. Beşimde ötken sık soğuklarını oylasam bu. Ben xuddi yüz yaş kirgende giz qilman. Turmush insonni har xil ko'ylag'i soladi ekan. Ba'zan da kulib o'tadi ekanmiz. Ba'zan da yig'lab, qaqshab o'tadi ekanmiz. Şundaq. Hayat qismatlari o'zining shundaq rangdarlik bilan güzel bo'ldi ekan. Shuning uchun hayotimizni qadrlab, har bir kunlarimizni xo'shal xuram ve ma'nilik o'tkazishimiz kerak. Shundaq. Hayotning ma'nisini tushunib, uningdan huzurlanay deb endi boshlagan vaqtingizda allaqachon kechikdi ekansiz. Tek kechikmadingiz Ayten. Sizning endi o'zingiz uchun yashaydigan vaqtingiz kelib qoldi. Turmush yo'lingizni qayta tanlasangiz bo'ladi. Deganingizga to'g'ri aslida. Lekin turmush yo'lini qayta tanlash uncha oson emas. Buni beshidan o'tkazmaganlar his qilolmaydi. Turmushda bir qitim o'ngsizlik uchirgandan keyin hammadan ko'zi qo'rqadigan bo'lib qoldi ekan. 现在很多年轻人呐，把家庭、把爱情当游戏看待，他吃了苦头，才知道自己错了。 Қазіргі күнде балалардың қарны тоқ, киімі бүтін. Олар біз көрген жапалы күндердің бірінде көрмеді. Әзір енді азырақ қиыншылық ұшыраса, ажырасамыз деп сотқа жүгіреді. Şuna azlar yaşlar içinde acıştıkanlar günden günge köpüyüp bitip bardı. 哪有家庭没有矛盾的呢？夫妻之间偶尔吵个架，也是避免不了的事情。 Ben bu şu Zöhrev'le ötken günümüzde bu aile ziddiyetlerini davamlı hal kılış jarayonu mu ki deb o'ylab qolaman. Rас айтасыз көршім. Ер әйелдің идеясы да, мінез характері де бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан бір-біріне жол қоймаса, onda бұл үйді қайтып ұстағалы болады. Lekin her ayollar bir-birisiga ishonmasa, ailesini o'ng'ayla halokat bosadi ekan. 你们看，现在有好多年轻人都是一时冲动就离婚了。就是，他们把家庭、把爱情当游戏看待，所以他们的感情容易破裂嘛。 Surishtirib ko'rsangiz, to'lisi uqishmaslikdan, gumonxo'rlikdan yuz berayotgan ko'ngilsizliklar. Осы күнде дүние құмарлық пен атақ құмарлыққа берілген жастардың көбінің семьясына оңайсыз ат түсіп жатыр. 还有一些人啊，他们不尊重对方的性格、职业的年轻人容易离婚。两口子之间嘛，应该相互接受对方的缺点，相互谦让才对嘛。 Şunda hoşnam. Ermo, ayalmo özünün karakterini karşıları buzuğulap tanısa, bu ailede uruş cidel tügemdi. Bir ailede ayol bilen erning mijozi o'xshamasa,
tarbiyalanishi o'xshamasa. Aile degende yoki undaq, yoki mundaq jidal degan bo'lib turdi. Onunluq bilan ailening baxtini tozutib, ballarni yetimlik kirtaviga ishtasak, bizni qandaqmi layoqatlik ota-ona degili bo'lsin. Rас aytasizlar. Hay, bo'ldilar. Qani tamoq yeyish. Tamoq yeyilar. Qani. Şuman. Alыңыз. Hay. Onu sen hem düşünmeyle aytan hanım. Çünkü o nayeti muhabbetlik bir ayal yaşavatkan, bəxtlik ayal. Gözdəgi misin? Mən həqiqətənmi bəxtlik. Səhər durub quyoshning iliq nurini ko'rganimdan Po'lat bilan birga o'tirib ichgan bir piyola issiqqina choydan, qizimdan kelgan bir telefondan, hatto balkonlarimda echilgan qip-qizil gullardan huzurlanma olayman. Men uchun mana shularning hammasi baxt. Şoňaşqa Po'latning qishi qaytib keldim-da. Şundaq deyishkim bo'ladi Aytan xonim. Yilimi uni men pek uzun yolg'iz tashlab qo'ydim. Yolg'izlikning naqadar yomonligini men demasam-mu har ikkilanglab tushunasizlar. Ata ana öynüm